Tasavvur killing. Bir ona oz farzandları uçun kuraşmokta. Lekin şu farzandlarning ozi unga karşı guvohlik vermokta. Bir erkek esa bularning hammasidan koz yumib, şahar taşiga koçip ketmokta. Va bir homilador ayol koçada, boşka ayol bilen muştlaşmokta. Bu melodrama emas. Bu bizning koça koyimizda, bizning uylarimizda, sodir botlayotgan hakikat. Şuş kelipsiz kanalimga, dostlar. Bugün biz, Daryo, serialinin songi kısmini şunçalik çukur tahlil qilamiz ki, siz ekranda, korgan hamma narsa, butunlay boshqacha, ko'rinishga kiradi. Dostlar, bu qism oddiy serial qismi emas edi. Bu, oilaviy urushning ochiq maydonga chiqishi edi. Va eng dahshatlisi shuki, bu urushda qurol sifatida bolalar ishlatilyapti. Mehr niqobida, zulm amalga oshirilyapti. Va sukut eng katta jinoyatga aylanib qolmoqda. Kelin, avval qaynona bilan kelin o'rtasidagi mojaroni gapiraylik. Ko'pchilik buni oddiy maishiy janjal deb o'ylaydi, lekin bu qismda serial bizga juda muhim haqiqatni ko'rsatdi. Bu endi ikki ayolning bitta erkak ustidan talashuvi emas. Bu uy ichidagi hokimiyat uchun kurash. Qaynona har bir gapida, har bir qarashida bitta narsani maqsad qilyapti. O'g'lini oilasidan uzib olish. U kelinni shunchaki yomonlamayapti. U kelinning qadrini, ayolligini, hatto ona sifatidagi o'rnini yemirishga urinmoqda. Lekin eng nozik detal, eng muhim lahaza nimada edi, bilasizmi? O'g'li Moskvaga ketganini eshitganda u qayg'urmadi. U ikkida g'alaba his qildi. Mana shu lahza bu ayolning haqiqiy niyatini ko'rsatib qo'ydi. O'g'lining baxt saodati emas, nazorat hissi uning uchun muhimroq. Bu esa keyingi qismlarda u yanada xavfliroqqa aylanishidan darak beradi. Erkakning o'zi haqida ham aniq gapiraylik. U Moskvaga charchab ketgan odam sifatida jo'nab ketdi. Lekin bu zo'r qochish emas, bu zaiflik edi. U muammoni hal qilmadi, faqat maydonni boshqalarga tashlab chiqib ketdi. Bunday erkaklar o'zlarini neytral deb o'ylaydi. Lekin ularning sukuti, ularning yo'qligi eng katta zulmga aylanadi. Endi uyda himoyasiz qolgan keliniga nafaqat bosim, balki ayb ham yuklanadi. Va eng achinarlisi, bu ketish vaqtinchalik emas. U qaytib kelganida u oldingi erkak bo'lmaydi. Allaqachon boshqalarning qarori bilan yashaydigan odamga aylangan bo'ladi. Ruhiy masofa boshlangan. Bu faqat jismoniy ketish emas. Endi eng yurakni ezgan qismga kelamiz. Daryoning bolalari, Kamron va Mohi. Bu ikki bola hali yoshligiga qaramasdan, kattalar urushi ularni allaqachon voyaga yetkazib qo'ydi. Ularning yolg'oni oddiy yolg'on emas edi. Bu qo'rquvdan tugilgan, mehrni saqlab qolish uchun qilingan noto'g'ri qaror edi. Kamronning holati ayniqsa og'ir ko'rsatildi. U onasini yo'qotishdan qo'rqadi. Otasidan ham to'liq yiroqlasha olmaydi. Ustiga ustak kattalar uni vijdoni orqali siquvga olmoqda. Bola uchun eng qo'rqinchli narsa kaltak emas, do'stlar, tanlov. Kimni saqlab qolsa, baribir boshqasini yo'qotadiganday holatga tushirildi. Mana bu bola ruhiyatiga qilingan eng shafqatsiz zulm. Mohi esa jimroq ko'rindi. Lekin uning sukunati juda ko'p narsani aytdi. Ba'zi bolalar yig'lab emas, ichiga yutib sinadi. Mohining har bir ikkilanishi, javob berishdan oldingi to'xtab qolishi, atrofiga qarab gapirishi shuni ko'rsatdiki, u hammasini tushunib turibdi. Va bu juda xavfli nuqta. Menimcha, keyingi qismlarda aynan Mohi eng kutilmagan haqiqatni og'zidan chiqarib yuboradigan obraz bo'lib qoladi. Kamron mantiq bilan qo'rqitildi. Mohi esa hissiyot bilan ezildi. Hissiyotga yuklatilgan bosim esa uzoq yashamaydi. Daryoning o'zi bu qismda tashqaridan kuchli ko'rindi. Lekin ichidan parchalanib borayotgani sezilib turdi. U hali ham farzandlari o'ziga qaytishiga ishonadi. Lekin tizim, mahalla, qarindosh, pul
obro degan baland devorlar uning oldida tik turibdi. Eng og'ir zarba esa bolalarning guvohligidan keyin ish 50-50ga tushib qolgani bo'ldi. Bu shunchaki huquqiy savf emas. Bu onaning o'z farzandlari orqali sinovga solinishi edi. Serial shu yerda bizga juda og'riqli savol tashladi. Haqiqat muhimmi yoki bolalarni saqlab qolishmi? Daryo ikki o't orasida qoldi. Agar haqiqat uchun oqsirigacha borsa, yana yo'qotishi mumkin. Agar sukut qilsa, nohaqlik g'alaba qozonadi. Mana shu ichki qiynoq uning keyingi qarorlarini yanada keskinlashtiradi. Kamronga nisbatan ishlatilgan usullar haqida alohida aytmoqchiman. Onang yana qamaladi. Sizlarni bolalar uyiga topshirishadi degan gaplar bilan uni siquvga olish. Bu mutlaqo mudish holat. Bu yerda nishon bola emas edi. Nishon bolaning yuragidagi eng zaif joy edi. Bunday razillik ortidan sir uzoq yashamaydi. Kamronning ichida yigilib borayotgan aybdorlik, qo'rquv va g'azab bir kun portlaydi. O'shanda hamma narsa bir kunda ag'darilishi mumkin. Malika va uning homiladorligi haqida ham gapirmasak bo'lmaydi. Birinchi qarashda bu shush sabar. Lekin diqqat bilan qarasangiz, uning yuzida saf bakst bilan birga cho'chish ham bor edi. Chunki u bu homilani faqat ona bo'lish sifatida qabul qilmayapti. Bu sabar bilan birga o'tmish sirlar, hasad va og'ir javobgarlik ham uning yelkasiga yuklanmoqda. Uning quvonchi to'liq emas. Chunki atrofidagi dunyo hali toza emas. Ko'chadagi to'qnashuv esa juda ramziy chiqdi. Bir tomonda farzand intizorida yurgan ayol, boshqa tomonda yangi hayot ko'tarib yurgan Malika. Bu oddiy mushtlashuv emas edi. Bu ikki barbod bo'lgan taqdirning to'qnashuvi edi. O tash bilan bog'liq yashirin iplar ham bu qismda yanada qalinlashdi. Eski suratlar, yarimta gaplar, izhoralar bekorga tashlanmadi. Kimdir o'zini pok ko'rsatib, aslida juda ko'p narsani yashirib yurganini sezish qiyin emas. Serialning kuchli tomoni shundaki, u sirni bir yo'la o'qmaydi. Avval atrofdagi odamlarning sabr toqatini yemiradi. Bu chiziq hali portlamadi. Lekin portlaganda eng ko'p uy buzadigan, eng ko'p yuzlarni yerga qaratadigan sir aynan shu bo'lishi mumkin. Endi oldimizga qarasak, bir nechta keskin burilishlar yaqinlashayotgani ko'rinib turibdi. Daryo bu mag'lubiyatni ichiga yutib qolmaydi. U yoki qonun orqali qayta kurash boshlaydi, yoki bolalarga bosim o'tkazilganini isbotlash uchun savfli yo'lga kiradi. Kamron uzoq chidamaydi. Aybdorlik hissi uni yana haqiqatga qaytaradi. Meni majburlashdi deb biror kuni gapirsa, butun ish ag'dariladi. Qaynona esa o'g'lining yo'qligidan foydalanib kelinni yanada siquvga oladi. Lekin aynan shu haddan oshish o'g'li qaytganda unga qarshi burilishi mumkin. Erkaklar ko'pincha kechikib bo'lsa ham haddan oshilganini ko'rganda o'zgaradi. Do'stlar, bu qism bizga bitta narsani aniq sezdirdi. Endi hech bir sir savsiz emas. Har kimning qo'lida birovning zaif joyi bor. Lekin bunday o'yinlarda hech kim toza chiqib ketmaydi. Farzandlar qalbi bilan o'ynalgan joyda kechirim bo'lmaydi. Homilador ayol ko'z yoshi to'kilgan joyda tinchlik uzoq turmaydi. Onaning qo'lidan bolasi tortib olinayotgan yo'lda kimningdir taqdiri albatta sinadi. Endi faqat bitta savol qoldi. Birinchi bo'lib kim sinadi? Yolg'onmi, vijdonmi yoki butun bir oila? Fikrlaringizni quyida izohlarda yozing. Kamron haqiqatni aytib beradi deb o'ylaysizmi? Malikaning homilasi vaziyatni o'zgartiradimi? Kanalikka obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi tahlilni o'tkazib yubormang. Ko'rishguncha.